Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadisde qaysi bir odam uzursiz, sababsiz 3 marta jumaga bormaydigan bo'lsa, Alloh taolo shu odamni qalbiga muhr bosib qo'yadi dedi. Qalbiga muhr bosilgan odam qanday bo'ladi desa, qalbiga muhr bosilgan odam Qur'on eshitsa ham tushunmaydi, qabul qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan hadis eshitadigan bo'lsa ham ta'sir qilmaydi ekan. Ba'zi bir shunday odamlar bo'ladi. Allohning kalomini aytyapmiz, payg'ambarimiz bir muborak, mutahhar bo'lgan sunnatlarni aytyapmiz desa, haligi qulog'ini yonboshdan o'tib ketib qolaveradi. Yuragi yetib bormaydi-da. Shularning sababi nima desa, ba'zi bir odamlarning sabablari, ba'zi sabablar bo'lsa, shu sabablarning biri qalbga muhr bosilib qolishi ekan. Qalbni to'silib qolishi. Mana keyin bir odamlar bor, kishnakaylar sababdan jumaga bormay qo'yadi. Ha nima bormadi jumaga desa, ishim chiqib qoldi, bunday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi deydi. Juma kuni hurmatli jamoat, ertalabdagi bomdodni boshqa kunlardagi bomdoddan farqi bor degan ekan ulamolarimiz.